SSSRning yagona prezidenti Mixail Gorbachov. Dunyoni o'zgartirgan, tarixda katta iz qoldirgan inson. Esengida Gorbachovni yomon xayollar bilan eslashadi. Masalan, SSSRning parchalanishiga, ochlik, Vodiy, Karabax to'qnashuvlariga ayblanadilar. Lekin Yevropa davlatlarida Gorbachovni juda ham hurmat qiladilar. Masalan, sovuq urushni to'xtatdi. Sovuq urushda SSSR bilan AQSh bir-biriga dushman edi. Ko'p mamlakatlarda o'zini harbiy soldatlarni qo'shib, bir-biri bilan urushardi. Butun dunyoda odamlar qo'rqib qil ustida yashaganlar. 3-jahon urushi bo'lmasin, yadro urushi, bir-biri bilan urushmasin deb. Gorbachov tufayli hamma erkin nafas ola boshladi. Ko'p mamlakatlarda ozodlik, demokratiya keldi. Polsha, Chexoslovakiya ozod bo'ldi. Berlin devori quladi. Fergi bilan Gitler birlashdi. Ko'p davlatlarda to'qnashuvlar to'xtatildi va minglab sovet soldatlari uyga qaytishdi. SSSRda ham ozodlik keldi, demokratiya. Masalan, 1-marta Stalin va Leninning qotillik ishlarini ochiq fosh etdilar. Qatag'on qurbonlarni oqlay boshladi. Har bir sovet odamiga erkin so'z berdi. Har bir fuqaro nafaqat o'z hayoti yashashi, balki siyosat to'g'risida noroziligini bildirishi huquqiga ega bo'ldi. Keyin Nobel premiyasi oldi. Ko'rishguncha.